Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan turli xil bayram dasturxonidagi tort bezatishlarni ko'rib chiqamiz. Navbatdagi tortimiz qo'g'irchoqlar bilan bezatilgan tort. Bu har xil nasatkalardan foydalanilgan. Bu qizaloqlarimiz uchun juda ham chiroyli sovg'a bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Har biriga alohida nasatka ishlatilgan. Yorqin ranglardan foydalanilgan. O'ziga jalb qiluvchi kremlarini shantidan qilingan. Ko'ylaklarini tagidagi nasatkalariga e'tibor bersangiz, har biri alohida ishlangan. Ustiga mastika qilib turib, keyin mana shunaqa shanti kremdan ko'ylaklar qilib bezatilsa ham juda ham chiroyli bo'ladi. Navbatdagi qo'g'irchog'imiz Rapunzel ekan, juda ham chiroyli chiqqan. Agar siz ham qizalog'ingizda tug'ilgan kuniga esda qolarli qilib sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa tortlardan foydalansangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bir ko'rganda insonni o'ziga tortadigan tort bo'pti. Marhamat, keyingi tortlarimizni ham ko'rib baho bering va fikringizni kommentariyada qoldiring.